Mening derdim bekçik. Kötürep qopqisiz derdim ba. Endi o dertlerini men doyon chiqib so'zigini bo'lmaydi ki qarindoshlar. Mushu dertlerimdan bir qilchilik bir derdim eshib ketib qolib qolsa men ko'taramayman. Oldin qitim bir mushukni doktorxona olib davolatgan 3 oy bernasiyatga qo'zqol so'chibdi deb saqib chiqqandi. Atiya qopsam 2 mushuk ash mushuklar yana bir mushuk ikkisi og'rib qopti. Nafas olmay daroz sarib yotdi. Doktorxona olib tekshirsam yanish kelsin qo'zqolda suvaki hozir bernasiyatga oldirib qo'yib keldim. Lekin men vaysimayman. Bo'pti, mayli. Mushlarmi bir jon. Mushulni men tanlagan ekanman. Putim sunib ketsinmi, putim qonab ketsinmi, yerib holim qolmasinmi, tiniqimda bo'lsa men bu yo'lni yonmayman. Ondan meningki dadam bor, inim bor, yo'ldoshim bor, o'g'lim bor. Mening kaynimda 4 er kishi bor. Ular hech qachon meni sen mushun baxtdan baxma, aqldin, ko'kuldin demi deb baxmidi, ham demaydi, chunki ularning yurki mening yurkimga o'xshash. Ular ishim demiga yeda sizlar menga radiya berib, men bir mo'j gaplarni yozib ketibsizlar. Men unda radiya bermanglar, men ko'tiramayman. Ayollarni qayashi deydi, bu erlarning kori yo'q, ayollar nimancha so'zlab ketdinglar. Men g'uljilikning tozliq ahamiyat berganini men yana bir qatim deb qo'yib bilasizlar. Anda mening o'zimning pokizlik hislim bor, men bek zil ayol. Men necha qatim dedim, shu Guangzhoudagilar xoliga vaqtda men sizning uyingizga boraylik demasdilar, ishimni chekib kiringlar mening uyimga, kelib ko'rib beqinglar, 24 soatning qaysi vaqtda deydilik men. O'zimga shunday ishonchim bor. Bu 40 necha mushni boqqan ekan uy degan maynachilik bo'ladi, puroq bo'ladi. Shularni men yaxshi bir taraf qilib, yaxshi yig'ishtirib, oshtarlarning bo'lganligini bilgachga ko'p diqqat qilayotgan ayol. Bunda azar bermanglar. Bunda azar berishmayli. Nima qilsizlar mening o'choq beshimga, ya'ni bijimamga vaqtinglarni isrof qilib, bir-birimizni bir huzur olsak bo'lmamdi ey. Bir qiyinchilik bo'lsa tang yengimiz. Dardinglar bo'lsa anglayman. O'zimning yetib qopqidek bo'lsa, sizlarning dardinglar bo'lsa anglayman. Men telefon nomerimni avatib bersam, dardinglar to'ksanglar anglayman. Lekin men va mushlarim to'g'risida unda radiyalarni tanbihlarni bermanglar, men ko'taramayman, chunki mening dardim o'zimga yetib qopqidek ishib tishib turdi. Shu dardlarimga, shu azoblarimga bardoshlik berish uchun ko'nglim nimani xohlasa shuni qilib, nimadan qo'rqsam shuni qilgan ayol. Hamma gapni bu yerga sizlarga deb o'tirishning hojati yo'q. Ayollarning ko'nglini tushuninglar. Meningmi zuvonim yetkidek bor, sizlarga bir ikki tal gapni o'shiq qilib qo'ysam, ichinglardan qon ketadi. Biroq men oyayman. Necha vaqtdan beri meni yaxshi qo'llab kelayotgan, meni yoqtirayotgan do'stlarim hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.